Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdushukur Muhammad yozgan Kurash o'lmaydi degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Abdur haqida qisqacha izohat berib o'tay. Abdushukur Muhammad Kurash apandimning singlisining yo'ldoshi, hozir Shvetsiyada yashaydi. Hamdiki o'qiydigan tema safar. 1963-yili 3-oyning 15-kuni. Külrəng poçta maşinisi Ağay bulaqның tar, əgri bügri və yasalmıgan taşlıq yolda iğanlap ketivatatdı. Maşininin ketivatqan bu turqi xuddi tinini götürəlməy iğanlap ketivatqan iyiqqa oxşaytdı. 3-cü ay məzgili bolğaşqa yollarının bəzi yerlərində qar bar idi. Yaz küllərimi anca köngüllik bilinməydiğən bu yol hazır adamga texmi zerikishlik bilinətdi. Yol yaqılarida, tağ bağrılarida, taşның yuçuqlarida, anda-sanda üsüp qalğan çakanda, piçangül və şaldıraq otlarının qurub qalğan şaxlarının soğaqda dirdiyib durğan biçare haltını körgəndin başqa heç qandaq giyah körgülü bolmaydı. Ağay bulaq davini Turpanның Toxsun nahiyasidan başlanıb, kömüşkiçe sozulğan Təngri tağ tizimlərinin çölükiga işkirləb kirgan qurğaq tağlardan hasıl bolğan davam bulub, Cənubdakı nahiyə bazarlardan Ürümçiga və onun şərqidəki nahiyə bazarlarga və u yerdən cənubqa berishda ötməsə bolmaydigan mühim davan idi. Tarixda bu yer ən qiyin davallarning biri hesablanıb, naqşı qoşaqlarga qetilgan idi. Tağmı tağlar din igiz, Ağay bulaqның tağları, üstüdə qarlar yığıbdı, astıda gül bağları. Xalq arasıga tarqalğan bu naqşa Ağay bulaq davanining oddiy bir təsviri bo'lib, davanning umumiy qiyofətini nihoyat yaxshi tasvirlab bergan edi. Ammo naqshida tasvirlangandek Ağay bulaq tağlarının ostidagi gül bağlardan asarmı qalmagan edi. Çoğ sakrab ilgirlash və po'lat tavlash qatorliq siyosiy kurashlarning g'avg'osi bilan Ağay bulaq tağlarının ostidagi gül bağlar allaqachon xaroblashib, chala ko'ygan ro'dalarning o'raklariga və əxlat xanısıga aylanğan idi. Bəziləri qaraqsız taşınıb qalğanlığı üçün təbiət söygüsü bolmağan insanlar tərəfindən veyran qılınğan idi. Maşında şofördən başqa Sultancan, Tillaxan və əmdila 4 yaş kirgan Kurash var idi. Maşının içi tar bolsumu, maşına içində o'ltirish kuzubda nərsi keraklarning ustida o'ltirishdan ko'p yaxshi idi. Kurashni o'rindiqqa o'ltirg'izish mumkin bo'lmaganligi uchun apsi Tillaxan quchog'iga elib olgan edi. Bular Ürümchidan surgun qilinib Aqsuga ketivatadi. Sultanjan asli Qashqar opaldan bo'lib, familiyasi Qo'ziboy edi. Yosh vaqtida Ürümchiga o'qishga chiqib, Xinjiang institutida o'qigan va o'qish bitirgandan keyin Uyg'ur Avtonom rayonlik radio stansiyasining Uyg'ur bo'limida xabar tahriri bo'lib ishlagan. Tillaxanның dadisi Xotan Qarqashdan bo'lib, ismi Seyit Axun edi. Seyit Axun 13 yosh vaqtlarida savdogarlarga agishib, Ürümchiga chiqqan va Ürümchida o'ltiraqlashib qolgan. Dastlabda boshqalarning do'konda shogird bo'lib ishlagan, keyin do'kon ayirib chiqib tijorat qilgan. Tillaxan Ürümchida tug'ilgan bo'lib, Baytulloh masjidi joylashgan Ko'nchi mahallasida cho'ng bo'lgan. Baytulloh masjidining yana bir nomi Xotan masjidi bo'lib, bu masjidni mushu mahalda o'ltiraqlashgan xotanliklar solgan ekan. Tillaxan o'rta maktabni bitirgandan keyin pochta maktabda o'qigan va o'qish bitirgandan keyin Dashimin, ya'ni Yumaloqdan pochtaxonasida ishlagan. 1958 yilning 5-ida Sultanjan va Tillaxan taqdirning uchrashtirishi bilan to'y qilgan. Ular to'y qilgan mezgillarda cho'ng sakrab ilgirlash va po'lat tavlash kurashlarining oxirgi yillari bo'lib, Sultanjanmu bir mezgil po'lat tavlag'uvchilarning sepida bo'lgan. Keyin radioda tashviqot ishlariga odam yetishmaganligi uchun ish o'rniga qaytib kelib, davomli xabar bo'limida ishlagan. Biroq 1960-yildan boshlab Xitoyning Sovet ittifoqi bilan bo'lgan do'stlik munosabatiga daz ketgandan keyin
Axbarat o'rnida ishlayotgan bir qism kishilarga bo'lgan astirtin nazorat qilish kuchaygan. Sultanjon ana shularning biri bo'lib, uning kundalik turmushi cheklimiga uchragan. 1962 yili İli cho'chak vaqasi portlaganida nazoratga ilingan. 1963 yili yil beshida siyosiy jihatda masalasi bor, chet elda tuquni borlar radio, televiziya qatorliq axborot o'rinlarida ishlasa bo'lmaydi degan siyosat bekitilgan. Shuning bilan Sultanjon birinchi bo'lib Uyg'ur avtonom rayonlik radio stansiyasidan qo'g'linib, Aqsuga surgun qilingan. Sababi Sultanjonning bir qayrindishi 1954 yili davlat tarafidan Sovet ittifoqiga o'qishga avatilgan bo'lib, o'qish bitirgandan keyin vatanga qaytmay Toshkentda qilib qolgan edi. Bugun ular sahar Urumchidan yo'lga chiqib, oila bo'yicha Aqsuga ketyotdi. Urumchi bilan Aqsu oraliqida boshqa qatnash vositalari bo'lmaganligi uchun Aqsuga borilgan pochta mashinasi bilan yo'lga chiqqan edi. Chopur bugun Kumushga berib olishga oldiraydi. Kumush bozori Urumchidan janubga berishdagi kichik bir o'tang bo'lib, chopurlar bu yerda cho'qim bir kecha qolib o'tishi kerak edi. Gerçi ular Ağay buloqning davonidan chiqib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin yo'l nachar bo'lganligi uchun yo'li avmayotdi. Tillaxamu yo'l azobidan bellari og'rib, birdam so'zilib yetaverishga shunchalik taqozo bo'layotdi. Tillaxon yana eg'ir oyoq bo'lib, qursiqidagi balig'imi 7 oylik bo'lib qolgan edi. Uning ustiga kurashmu hilidan hili quchug'iga chiqib olib, bek avara qilib ketyotdi. Ular quyosh o'ltirib, sham vaqtidan o'tganda Kumushga kelib, aron tasda yotoqqa o'rinlashdi. Aqsuga yo'l texi uzun edi. Adisi o'rnidan turib yo'lga chiqish uchun xeyli uzun vaqt ketdi. Mashinaning motor suyini eritib, o't oldirish ancha oson emas edi. Har holda bugun ancha qiyinchilik bo'lmadi. Ular yo'lga chiqqan vaqtida kun chiqib bo'lgan edi. Әмдеки nishon Korla edi. Bugun kashkirgacha Korlaga berib olsa, Korlada bir kecha qo'nib, atsi kashkicha Aqsuga ulashqili bo'ladi. Biroq qeyrishqandek Kumushdan keyingi tosh yo'l ancha yaxshi emas edi. Yo'llarning ba'zi yerlari butunlay buzilib ketgan edi. Men oldirayman mang'ili, ishkim oldiraydi yotqili degandek, shopur oldirgancha mashinaning mingishi bek qulaysiz bo'layotdi. Uning ustiga Tillaxon eg'ir oyoq bo'lganligi uchun mashinani unchida qo'pol haydashga bo'lmaydi. Mashinada har kim o'z xiyoli bilan edi. Shopur bugun Korlaga baldirroq berib olishni o'ylaydi. Tillaxon qo'sig'idagi homilning tinimsiz harakatlaridan beorom edi. Sultanjon Aqsuga borgandan keyin nima qismat taqdirga mubtalo bo'lganligini o'ylab, tegi yo'q xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Mashina tashiq yo'lda ig'anglab asta ketyotdi. Sultanjon Toshkentda turib qolgan enisidan xafa edi. Agar u Urumchiga qaytib kelgan bo'lsa, bundoq surgunga duchor bo'lmasdim deb o'ylaydi ichida. Biroq birdamdan keyin bu xiyoldan yoltiyatdi. Agar u qaytib kelgan bo'lsa, nima kunlarni ko'radi? Uningga o'xshash o'qishga ketib, qaytib kelganlar nima kunlarni ko'ryapti? Bir hisobdan qilib qolganim bo'pti. U bo'lsa-mu bu azobdan qutuldi. Bu zaminda yana qanday o'zgarishlarning bo'lganligini kim biladi? Sultanjonning xiyollari asta-asta mashina orqasida qilayotgan cho'llardek cheksiz, qurg'oq va tugamas edi. Quyosh Tangri tog'ining cho'qqisiga yiqilib qolgan edi. Quyosh yana azroq siljisa, tog'ning keyniga o'tib ketadigandek qiladi. Bu kun petayotganlikning, olamni qorong'ulik qoplayotganlikning bishorati edi. Cho'lni qorong'ulik qoplasa odamga surlik ko'rinadi. Ular amal bor Korlaga baldirroq berib olishni o'ylaydi. Biroq ular dahi qora shaharga kelmagan edi. Yili dadisining, yili opisining quchug'ida tipirlab bo'lolmayotgan kichik kurash uchun mashinaning tor kuzopi ichida kun kunlab o'ldirish tulumi azobli ish edi. Uningcha bo'lsa hozirla mashinadan tushib, keng dalda u yoqdan bu yoqqa yugurib, qiyg'itib o'ynag'isi bor edi. Uning yumron, pok qalbi ota-onasining dardini, nimalarni o'ylayotganligini nerdan bilsin? 1963 yili 7 oyning 6 kuni Sultanjon Aqsuga kelib, Aqsuga borgandan keyin Urumchiga qaytib kelgan bo'lsa, bundoq surgunga duchor bo'lmasdim deb o'ylaydi ichida. Biroq birdamdan keyin bu xiyoldan yoltiyatdi.
U balalıqning g'amsiz ziminida o'zining uyini bilan banit edi. Ziminga olamning qora pardasi yeyilib, yiroqdan chiroqlarning g'uva nurlari ko'rinishga boshladi. Qora shaharga oz qoldik, dedi shofir. Yana yarim soatlardan keyin Qorashahar daryosidan o'tamiz. Ta'limimizga Qorashahar daryosining ko'rigi saq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Şoförning chiroyida Qorashaharga oz qolganlikdan xushalanish ifodalari jilva assimu, ammo ko'nglida yana bir tashvish bor edi. Chunki har yili 3-oy mezgildan boshlab Qorashahar daryosida toshqin bo'ladi. Tog' tarafdan erib keladigan agiz suvlari daryo suyiga qo'shilib iqinga patmay qoladi. Aslidan ancha egiz yasalmagan yog'och ko'rik suv bilan eqib kelgan muz parchalari va chava latqalarga to'salg'u bo'lib, suvni iqindan toshtirib o'tadi. Ba'zida ko'rik bir qancha kun suvning ostida qolsa, ba'zida ko'rikni sal ilib ketadi. Mashina Qorashahar daryosiga yaqinlashgancha, Qorashahar daryosidan kelayotgan uzuk-uzuk shovqinlar anglanishga boshladi. Odatda Qorashahar daryosi qaramoqqa shuncha jimjit oqadigandek ko'rinsimi, ammo asli bekla tez oqatdi. Shunga tog' tarafdan eqib kelgan har qanday bir narsa suv ostidagi narsalarga urilishi bilan qattiq shovqin chiqardi. Yo'lni mashinaning chiriqidan boshqa yo'rutqidek hech qanday boshqa yo'riqliq yo'q edi. Mashina ko'rikka yiqilib qolgan edi. Xudoga shukri, dedi shofir nafsini to'liq qo'yib etib. Ko'rikni suv bisib ketmagandi, deb bak ansirga edim. Suv tig'i u darajada o'rilmabdi. Ko'rikdan xotirjam o'tadigan bo'ldi. Balki mezgili yetib kelmagan bo'lsa kerak, dedi Sultonjon shofirga qarab. Odatda agiz suyi No'ruzdan boshlab avjiga chiqadi. Garchi No'ruz iyi kirgan bo'lsa-mu, ammo havo tig'i ilmidi. Uning ustiga bahor bu yil kechikib kelgandek qildi. Ko'nglimda bir ansirash bor edi. Endi ko'rikdimmi salomat o'tib oldik. Ko'rliga boramiz desak, bek kech qolgudakmiz. Bugun kechini Toshkentda o'tkizsak, dedi shofir kulimsirab. Ammo ada bekrak sahar qo'zg'alayli, bo'lmasa Oqsuga yetib bora olmaymiz. Shunda qilib ular oxiri Toshkentda qo'ndi. Tor qafasga so'linib qolgan shiri bolasidek titit bo'lib ketgan kurash mashinadan tushibla oyoq bu yoqqa mong'ili turdi. Apsi Tillaxon kurashning yo'qab ketishidan ansirab, orqasini qo'g'lab yuratdi. Ammo qursqi xeli eg'irlab qolg'ashqa, mingshi tas bo'lib atadi. Uning ustiga mashinadan harakat qilmay uzoq o'tirib ketgachga, putlari uyushib ketgan edi. Şofir bilan Sultonjon yotoq o'qishish uchun kutilish bo'limiga kirib ketgan edi. Shunda qilib ular ertasi 3-xo'rozchiliganda yo'lga chiqdi. Tong endi so'zlashga boshlagan bo'lg'achqa, yiroqdagi narsalarni texi aniq ilg'a qilg'ili bo'lmaydi. Ular nashtini ko'rilda qilishga kelishgan edi. Uyqusiga qolmagan kurash, dadisi Sultonjonning quchog'ida uxlab yotdi. Ular bosh egimdan o'tishiga tong yo'ridi. Ular ko'rlida xeyli obdan g'izolandi, ammo kurash uyqusini ocholmay tuzuk bir narsa yeyolmadi. Yo'lda kurashga berish uchun non va suv ilib oldi. Tushlik tomoqni ko'chada yeyishni plan qildi. Ko'rlar bilan Bugurning orliqida Chidiriga o'xshash bir qism Bugur nohiyasiga tava yezlarni hisobga olmaganda, yo'l yanada cho'l bayovonning o'rtasida davom qiladi. Cho'ldagi zumchak qabriga o'xshaydigan kichik to'pilar odamni ixtiyorsiz tarix qaynimiga boshlab kiradi. Bu zumchaklar cho'llarda qabrsiz qolgan qahramonlarimizning tabiat ato qilgan qabrsidek bilinadi. Ularning ustida o'sib qolgan chakanda va qamg'oqlar ularga sovg'a qilingan gul chechakdek ko'rinadi. Bizmi tarixga aylanamiz bir kunlarda. Bizdimi dard hasratlarimizni yozadigan odam chiqarmi? Biroq tariximiz asosan xotirsiz qolgan ekan. Yezilganlarning bir qismi yig'iliq yillarda vayron bo'lgan bo'lsa, yana bir qismi ahli ko'r, so'pi ishon va iymon o'g'rilarining qo'lda jahannamga mahkum qilinibdi, deb o'ylaydi Sultonjon ichida.
Mashina yo'lda bir xil surat bilan ketyotdi. Yo'lda uchrab qolgan mashina yoki avtobuslar nihoyatda oz edi. Hamma yerni siyosiy kurash qoplagan bu kunlarda hukumatning ruxsatsiz bir yerga berishmi qiyin edi. Ruxsatsiz manganlar navoda yo'lda tutilib qolsa og'ir jazolanadi. Bugürge az qaldık, dedi şoför adidagi mahallni ko'rsatib turib. Bugürden o'ssakla kuchağa kelimiz. Bugür tarixda Qaraxonlar bilan Idiqut Uyg'ur elining chegarasi bo'lgan ekan. Bugunmu Aqsu bilan Ko'rilning chegarasi edi. Yo'l bozor ichidan o'tmaganligi uchun yo'l yoqasiga maxsus yo'lovchilar uchun bir bekat silingan edi. Bu yerga avtobuslarmi, qara mashinalarmi tushadi. Ularmi bu yerda birdam to'xtab aram oldi. Kurashga non va suv berdi. O'zlari suv ichdi. Ondan yo'llarini yana davom qildi. Bugur bilan Kuchaning orlig'i 100 kilometrdan oshadi. Boshqa ahvol bo'lmasa 2,5 yoki 3 soatlarda Kuchaga kirib ketadi. Bugurdan chiqib, cho'ldan o'ssila Kuchaga tava, langar, bo'ston, yaqa, uzun mahallalarga tutishadi. Yo'lmu ancha zerikishlik tuyulmaydi. Biroq qerishqandek mashina uzun yesiga kelishi bilanla Tillaxonning qursiqi og'rishga boshladi. Dastlabda yenidikilarga bilindirmaslikka tirishgan bo'lsa-mu, ammo og'riq borgancha kuchayotqashqa Sultonjonga demay bo'lmadi. Mashinani to'xtatib yo'l yoqasida birdam aram oldi. Biroq og'riq to'xtaydigandek emas edi. Qursiqi to'lg'oqdan og'riyotamdikin desa, bola tixi 7 oylik bo'lgan edi. Og'riq hech to'xtaydigandek emas. Lekin bu yerda turaversin bo'lmaydi. Oxiri Kucha bozoriga kirib aram elish va shu yerda Tillaxonni doktorxonaga ko'rsatish qaroriga kelishdi. Ular Kuchaga kelganda Tillaxon alqachon bo'lolmay qolgan edi. Mashinani Udul doktorxonaga haydadi. Kuchar doktorxonasida shu chaqlarda Ümeyraxon, Hamraxon, Abduqodir, Mehmet Abdullah qatorliq bir qism yangidan maktab bitirib kelgan iqtidorli yosh doktorlar bor edi. Tillaxonni Udul balnisqa oldi. Tekshirib ko'rib, hamilening o'rnidan qo'zg'alib ketganligini, shu sababdan balaning tug'ilish oldida ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuning bilan Sultonjon va Tillaxonlar Kuchada qoladigan, shofir Aqsuga qarab yo'lini davomlashtiradigan bo'ldi. Shunda qilib bu hikoya tugidi. Davomini kelar qitimliq hikoyada anglaydi. Saz üçün sancarni almay durup armanlarım emelge aşmay durup Mini öldürdüm anlay ademler Ben ölmedim ölmeymen ya ölmeymen Ben ölmedim ölmeymen ya ölmeymen Kök bayrağını vatenge asmay durup Düşmanlarını tamamı atmay durup Azatlığının tanrı atmay durup Mini öldürdüm anlay ademler Ben ölmedim ölmeymen ya ölmeymen Ben ölmedim ölmeymen ya ölmeymen Galibiyet marşını etmay durup Vatanimden bozulup ketmey durup Bütün dünya Uygur'unu bilmey durup Mini öldürdüm anlay ademler Ben ölmedim ölmeymen ya ölmeymen Ben ölmedim ölmeymen ya ölmeymen
Ben ölmedim ölmeymen, küreş ölmeydi.